Salom do'stlar, hammanglarni ko'rib turganimdan xursandman. Shunaqa harflarni olib borib joyiga qo'yamiz. Ikkita uchta joylarga o'tamiz. Ikkinchisi Chinni bozor, uchinchisi Reklamishka oldiga. Xullas kuzatinglar, qiziq bo'ladi. Bugungi kunim qanaqa o'tganini sizlar bilan birga ko'rib boramiz. Borgan joyimga borib, harflarni topshiramiz. Harflarni ko'ryapsizlar, oqlari bor, qizillari bor. Xullas o'tdan chiqib Chinni bozorga bordik. Chinni bozorda ham mo'l yurdik-ku, ko'l yurdik. Sizlarga ham bitta variantlarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Kelinlarimiz shotlardan kelib idishlar olishsiz zo'r, вообще arzon narxga topishadi. Men o'zimga mana shunaqa vazalar qidirdim. Необычный vaza qidirdim va topdim. Mana shuni kichikroq razmerdagi vazalardan olmoqchiman. Orada sizlarga ham kontent ko'rsatdim. Mana shunaqa ekibanalarni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Ko'ryapsizlar, mana shu stol ustiga qo'yilgan ekibana bu yerda 650 ming so'm ekan. Необычный narsalardan o'tib keta olmayman. Sizlar uchun mana shu narsalarni ham ko'rsatib kontent qilgim keldi va o'tdan chiqib vazalarim keldi va mana shunaqa vazalarni olib ketdim. Undan keyin Reklamishka oldiga bordik va u yerda ko'ryapsizlar, narsalarni hali uncha yaxshi bitmagan. Kraskasi qurishini kutdik va mana shunaqa effektga ega bo'ldik. Uni ortguncha sillaliga qurib ketishdi. Вообще og'ir narsa bo'lib qoldi. O'tdan chiqib keyin borib gullarimizni olishga to'g'ri keldi. Gullarimizni olib, korobkalarga joylab, uni qottikon korobkani mashinamizga yuklab va shunaqa barakali kun bilan sizlar bilan ulashgim keldi.